Assalomu alaykum. Bizdan so'rashadi. Humblebee AI'da shogirdlarni tez o'sishini sababi nimada? Ya'ni nima uchun Humblebee AI'da yigitlar qisqa muddatda tez o'sib, hozirgi zamondagi eng qimmat bo'lgan AI engineering sohasini mustahkam egallashadi. Qanaqa qilib desa, biz ishlatgan narsa ustoz shogirdlik an'anasi bor. Mani o'zimni fizikadan olimpiadaga tayyorlagan ustozim o'rgatgan narsa. Abdusamad domla. Ya'ni hammani o'tkazib olib, ularni o'zining kuchli tomonini topib, ular bilan alohida ishlardilar. Abdusamad domla. Ya'ni hamma borib ulardan dars olaman derdi, lekin ko'p odam olmasdilar. Sababi ularga ana o'sha tez o'sadigan, o'zini ustida ishlaydigan, ya'ni ilm bersa tez oladigan shogirdlar qobiliyatli kerak edi. Humblebee AI'da biz xuddi shu ishni qildik. Biz nima qildik desa, kam sonli, kuchli bo'lgan, elit darajadagi chiqa oladigan, potensial yuqori bo'lgan yoshlar bilan ishlab, ularni akademiyada tayyorladik. Akademiy bizda Humblebee Company'da kerak bo'lgan, ya'ni Humblebee Company'da biz xalqaro standartda mijozlar bilan Angliya, Avstraliya, Yevropa, Amerika kabi mijozlar bilan sun'iy intellekt sohasida loyihalarni yetkazib berish bilan birga ishlagan bo'lsak, bizga yetishmagan skilllar bo'ladi. Masalan, mana shu mijoz so'raydi, "Sen AI'da mana shu sohani bilasanmi?" deb so'raydi. Bizda unaqa odam yo'q. Chunki biz odamni o'zi hammasi band ishlab yotishibdi, mana bu berilgan loyihalarda. Keyin biz aytamiz, "Yo'q" deymiz. Lekin 6 oydan keyin bo'ladi deymiz. Keyin nima qilamiz? Mana bu akademiyamizdagi tayyorlangan yigitlar bor-ku. Biz ularni muammo yechishga tayyorlaymiz-da, dasturlash, ingliz tili, fikrlash, AI'ni ot kabi ishlatish, shu kabi hammaga kerak bo'ladigan narsalarni o'rgatib turgan bo'lamiz. Ya'ni AI'dagi umumiy ilmlar. Va mana bu yerda mijoz so'radi-ku, 3 oy, 6 oydan keyin gaplashamiz mijoz deymiz va mana bu yerda tayyorlangan yigitlarni Foundation degan programmamizda moslab olamiz. Foundation bu akademiyani eng oxirgi programmasi. Akademiyada Foundationdan oldin soft landing bor. Ana o'sha sun'iy intellektda soft landingda o'sha AI ga land qilamiz. Ya'ni yigitlarimizni AI ga moslaymiz. Foundationda esa AI ni maxsus jabhasiga moslaymiz. Bo'lib ham ana o'sha bozorda kerak bo'lgan mijozlar istagan qaysidir AI jabhasini Foundationda o'rganishadi. Endi bizga ko'p yigitlar shikoyat qilishdi. Sizlarga mana shu soft landingga kirish uchun ham qanaqadir talablaringiz bor. Noldan kirsak bo'lmaydimi degan savol so'rashdi. Shuni hisobiga biz endi Foundationdan ham soft landingdan ham bitta pastga tushdikda AI School loyihasiga asos soldik. AI School bu Humblebee Academy'ni eng birinchi quyidagi dasturi bo'ladi. AI School'ni bitirgandan keyin soft landing bitiriladi. Soft landing bitgandan keyin Foundation va mana bu shu Foundation ichida biz hattoki pul ham to'laymiz. Sizga qiziq narsa, bizni yoshlarimizni qiziqtirish uchun biz Foundationda pul ham to'laymiz sizga. Va mana shu Foundationni ichida yurgan paytimiz biz mijozlarimizni loyihasiga moslab olib turib, Humblebee Academy'ga olib o'tib ketamiz. Nega bunaqa qilindi deyilsa, biz Humblebee'da ana o'sha elite top 1% kadrlar bilan ishlaymiz dedik. Ularni bozordan topish qiyin bo'ldi. Chunki biz bozordan uzoq yil tajribasi bor kishilarni olib keldik. Ular hozirgi zamonda sal eskib qolishgan deylik, ya'ni eng yumshoq qilib aytganda. Chunki ular masalan 5 yil, 10 yil oldin kerak kadrlar edi. Lekin hozirgi zamonda AI tez o'sayotgan payti u seniorlarimiz, eng kuchli seniorlarimiz ham bozorda unchalik kerak emas, talab yo'q. Bizga mana shu AI biladigan, ya'ni zamon bilan ham nafas turgan va muammoni biznes biznesdagi muammoni AI bilan tezda yecha oladigan, bo'lib ham jamoat tarzida uni yechadigan. Chunki AI katta soha, bir kishiga qiyin. Bu yerda o'sha kuchli jamoa bo'lib ishlash ham muhim bo'ladi. Shu biz kompaniyada ana shu kabi kuchli jamoa bo'lib ishlashlarini o'rgatganimiz uchun bizning kadrlarimiz qisqa muddatda ana o'sha AI loyihalarini bajaradigan darajaga chiqib, ana o'sha $1000, $3000 bakalavrda o'qib turgan paytlari pul topadigan bo'lishdi. Sizga ham mana shu imkoniyat bor. Biz Toshkentga keldik.